Birgina telefon hamda 1 soat vaqtni ajratib, oyiga mana shu yo'nalishimizdan $2000 ga yaqin yoki $1000 stabilniy daromad qilsangiz bo'ladi. Eminda mana shu yo'nalishni men sizlarga bugun to'liq ko'rsatib beraman. Bundan oldin sizlardan bitta narsani so'rab qolardim. Shunchaki videoga bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Agarda sizlar ham bizani maksimal mashqqa oddiygina like hamda oddiygina obuna uchun, ya'ni podдержка qilib beradigan bo'lsangiz, nasib sizlarga bundan da yaxshiroq video darsliklarni ko'paytiramiz. Bunda biz boshlaymiz. Men aytmoqchi bo'lgan yo'nalish, ya'ni Begin with English Stories degan yo'nalish, ya'ni bu ingliz tilini o'rganish yo'nalishi. Ya'ni bu teachga kiradi. Bilsanglar, teach yo'nalishida RPM ancha baland, ya'ni sizlarni hayratga qoldiradi. Ya'ni $4 gacha auditoriyaga qarab. Bu kanalda ko'rishingiz mumkin. Prosmotrlar 1 million olgan, 100 ming, 88 ming, 80 ming mana atrofida har xil prosmotrlar va bu normal dohod olib keladi. Xo'p, bu kanal bo'yicha birinchi qiladigan ishimiz albatta kanal ochib olish. Oldin sizlarga videosini ko'rsataman. Dizayn qismi qanaqa? Juda ham sodda. Juda ham sodda, mana ko'rishingiz mumkin. Shunchaki tepasida transkript, ya'ni tekstlar turadi, pastida esa mana bunaqa green screen. Всё, boshqa narsa yo'q bu yerda. Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz mana shu yo'nalish bo'yicha kanal ochish. Xo'p. Mana bu username. Sizlarga bitta narsani tushuntirib o'taman. Ko'pchilik kanal ochishda hamda nastroyka qilishda qiynaladi. Bitta lifehack ko'rsataman. Mana shu lifehackdan keyin kanal ochishinglar, har bitta yo'nalishga kanal ochishinglar juda ham universal hamda oson bo'ladi. Xo'p. Mana bu username hisoblanadi kanalda. Ko'rishingiz mumkin, mana bu kichikcha bilan yozilgan. O'shani kopировать qilasizlar. Kopировать qilganingizdan keyin ChatGPT ga kirasizlar. Xo'p, kirganingizdan keyin o'sha username ni yozasizlar. Ko'pchilik kanalni silkasini tashlaydi. Iltimos qilardim. Bu narsa noto'g'ri. Sababi ChatGPT to'g'ridan-to'g'ri silka orqali YouTube'dagi videolarni ko'rish yoki YouTube kanallarni ko'rish imkoniyatiga ega emas. O'shaning uchun shaxsiy yo'llar bilan, ya'ni mana shunaqa username orqali lekin kirib analiz qilish mumkin. Shunchaki buni kopировать qilasiz va bu yerga ChatGPT ga tashlaysiz va shunaqa so'zlarni yozishingiz kerak. Shu YouTube kanalni to'liq analiz qilib qanday video tayyorlaydi, qanday qilingan, qanday tuzilgan, hammasini men ham shunaqa kanal ochmoqchiman. Menga shunaqa shu kanalga mos bo'lgan 10 ta nom ayt. Bittasini tanlayman, keyin shu nomga mos описание virgul bilan tag yozasan. Bundan tashqari o'sha kanal nomiga qarab avatarka va banner uchun ham prompt yozasan deganman. Va bu yerda ko'rgan bo'lsangiz sizlar gapirganman. Nima sababdan ChatGPT ga siz qanaqa muomala qilsangiz, xuddi shunaqa muomala olasiz. Ya'ni muomalaga qarab ham javob beradi, bu narsa bor va tabiiy holat. Va endi bu promptni shunchaki yuboramiz ChatGPT ga. Yuborganimizdan keyin mana shu kanalni to'liq analiz qilib, bizga kanalimizni to'liq nastroyka qilib beradi. Ya'ni bu promptni sizlarga to'liq bir yozib Telegramdan tashlab qo'yaman. Agar Telegram kanalimizga o'tadigan bo'lsanglar, xohlasanglar o'zingizlar ham yozishingiz mumkin. Albatta Telegram kanalimni topish u darajada qiyinchiligi yo'q mana. Shunchaki mana bu yerda kanalimning biosida silkasi bor. O'shaning ustiga bosib bemalol o'tishingiz mumkin mana. Xo'p, nima qilamiz? Keyingi qiladigan ishimiz albatta bizani ChatGPT mana bizga to'liq kanalni analiz qildi va 10 ta kanal nomini yozib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozirda bu yerda kanalni analiz qilish jarayoni ketmoqda. Xo'p, nima uchun bu kanal ishlayapti? Mana ko'rishingiz mumkin, nima sababdan bu kanal yurmoqda, o'zi nima foyda beradi odamlarga, nima manfaat beradi. Kanalni analiz qilish juda ham muhim narsa. Sababi siz analiz qilmasdan boshlaydigan bo'lsangiz, ChatGPT promptlarda ham adashadi yoki-da sizga avatarka yasab berish uchun ham, описание yozishda ham barcha narsada adashadi. O'shaning uchun kanalni analiz qilish birinchi eng to'g'ri qaror deb bilaman. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, bizga 10 ta nom yozib berdi. Bironta yoqqanini tanlaymiz. Misol tariqasida 9 yoqdimi? 9 raqamini yuboramiz. Bo'ldi bizga. To'liq mana shu 9 raqamidagi Slow English Stories nomiga moslab kanal описаниеsi, nomi, tagi hamda avatarga banner uchun promptlar yozib beradi. Mana ko'rishingiz mumkin, kanal nomimiz tayyor. YouTube kanal описаниеsi mana ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa holatda yozgan. Ixcham qilib moslab SEO qidiruv sistemasiga qilib yozgan. Va taglarni ham ko'rishingiz mumkin, yozib bergan va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, mana avatarka prompt ham bor. Avatarkani qanaqa qilib yasaymiz? Shunchaki buni kopировать qilamiz. Kopировать qilganingizdan keyin xohlasanglar Grok sun'iy intellekti bor bizda. Mana Grokga kirasizlar. Agar xohlovchilar bo'lsa, Grokni o'zidan изображение bo'limini tanlab, birga bir formatni topasizlar mana. Birga bir formatni qo'yib yuborasizlar. Grok ham yasab beradi, agar xohlasanglar albatta ChatGPT ni o'ziga ham yaratsanglar bo'ladi. Qaysi biri sizlarga ma'qulroq kelsa, qaysi biri sifatliroq bo'lsa, o'shani tanlaganinglar ma'qulroq.
Ko'rishinglar mumkin, Grokda har xil variant chiqarib beradi, bitta emas, bir nechta variant. Xohlasanglar mana bunaqa nomi bilan chiqarib beradi. Masalan, menga mana shu yo'qdi, sababi nomi ham, o'zi ham tushunarli va odamlarni eslab qoladigan darajada. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz albatta banner prompti. Mana bizda banner prompt ham bor, buni kopirovat qilamiz va yana Grokka kirib yuboramiz. Faqat formatni o'zgartirib qo'yishimiz kerak mana. Mana bu yerdan 3:2 format tanlaymizda yuboramiz va bizga YouTube kanal bannerimiz, ya'ni YouTube standartiga mos keladigan banner yasab beradi bu kanalimizning nastroykasi uchun. Xo'p, kutamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga bir nechta variantni yasab beryapti, lekin mana bunaqa holatdagi standartga to'g'ri keladigan variantni tanlashinglarni maslahat berardim. Masalan, mana bu juda ham yaxshi. Bu yerda o'zingizlarga xohlaganinglarni ustiga bosasizlar shunchaki. Masalan, bu yerda juda ham ko'p variantlar bor. Masalan, men bu yoqda menga o'shani ustiga bosasiz va bu yerda mana skachat tugmachasi bor. O'shani bosib skachat qilib olasiz. Bu telefonda ham mana eslatib o'taman, men ko'rsatadigan saytlarim, sun'iy intellektlarim barchasi telefonda ham bor, oddiy telefon orqali ham qilsanglar bo'ladi hammasini. Xo'p, keyingi narsa bizda qilishimiz kerak bo'lgan narsa videolarni analiz qilish. Imенно mana shu kanalimizdagi videolarni analiz qilishimiz kerak. Xo'p, buning uchun nima qilamiz? Mana shunchaki bitta populyarniy bo'lgan, mashhur bo'lgan videosini ustiga kiramiz. Masalan, mana shu video. Va uni linkini kopirovat qilamiz. Kopirovat qildikmi, bu yerdan chiqib bizda transkript sayti bor. YouTube transcript.io deb yozsanglar chiqib keladi. Mana shu saytga kirasizlar va mana shu bo'limga o'sha videoni linkini yuborasiz. Mana. Xo'p, yuborganingizdan keyin bu yerda mana transkriptlarni chiqarib berdi. Nechta, ya'ni videoda qanaqa so'zlar ishlatilgan, nimalar ishlatilgan, qanaqa gaplar ketgan, hammasini chiqarib berdi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'shani shunchaki copy transkript qilasizlar. Copy transkript qilganingizdan keyin albatta ChatGPT ga kirasizlar. ChatGPT ga kirganingizdan keyin nima qilamiz bu yerda? Xo'p, shunchaki bu transkriptni yuboramiz. Yuborganimizdan keyin bizga bitta prompt kerak bo'ladi. Albatta u promptni ham Telegram kanalimga tashlab qo'yaman yoki da o'zi hosilga tushuntirib beraman, ya'ni qanaqa qilib u promptni yozishimizni. Xo'p, bu yerga o'sha transkriptni yozganimizdan keyin tepasida mana bosamiz va mana bu yerdan bitta joy qoldiramiz. Joy qoldirib mana shu joyga yozishimiz kerak. Mana shu, xo'p, men sizga videoni tezlashtirib o'taman keyinchalik. Xo'p, ko'rishinglar mumkin, men nima deb yozdim. Mana shu videoni to'liq transkripti, to'liq analiz qil. Bu videoda qanday tayyorlangan va qanday qilingan va qanday qilinadi va nima haqida hammasini tahlil qil deb yozganman. Va sizlar mana shuni oxiriga iloji bo'lsa, sizlar bitta transkript, ya'ni bitta videoni transkriptini emas, 3-4 ta videoni transkriptini, mana shu transkriptlarni chiqarib beradigan, ya'ni tekstlarni chiqarib beradigan saytimizga kirib 3-4 ta videoni analiz qilishinglarni so'rab qolardim. Ya'ni bu qanaqa holatda bo'ladi? Shunchaki mana shunaqa holatda yozasiz va oxiriga yana qo'shib qo'yasiz. Va bundan keyin ham tashlayman. Analiz qilasan. Shu holatda deb yozamiz. Bo'ldi. Bizga 3-4 ta video tayyorlaymizmi, tashlaymizmi, hammasini analiz qilib beradi. Bu juda ham muhim. ChatGPT to'liq o'rganib chiqish kerak. Bo'lmasa mana bu transkriptlarni biz yozdirayotganimizda juda ham kam qilib yozib berishi mumkin. O'sha narsani oldini olgan holatda analiz qilib beramiz. Xo'p, buni yuboramiz endi. Mana ko'rishingiz mumkin. Promptni men to'liq yubordim, mana transkriptlar bilan birga. Yuborganimdan keyin bu video qanaqa tayyorlangan, nima haqida o'zi, qanday tayyorlanadi, hammasini to'liq analiz qilib chiqadi bizga ChatGPT. Videoning strukturasi mana ko'rishingiz mumkin. Birin-ketin tushuntirib beraman. Video nima haqida? Mana bu yerda nima haqdaligi aytib berilgan. Ikkinchi maqsad nima haqdaligi hammasi aytilgan. Sizlar nima qilasizlar? Iloji bo'lsa, agar xohlaydiganlar bo'lsa, buni ko'rib chiqinglar, ya'ni tushunib, to'liq ma'lumot olib chiqinglar. Ya'ni qaysi yo'nalishda ketyapsizlar o'zi, mazmunni bilib olishingiz kerak. Hozirda men bitta videoni o'zini analiz qildim. Sizlar esa mana shu holatda 3-4 ta videoning transkriptini yozib analiz qilinglar. Bu sizlarga foyda, videoinglar, kontentinglar sifatli chiqish uchun juda ham muhim narsa hisoblanadi. Keyingi qiladigan ishimiz albatta bizani bittagina prompt kerak bo'ladi yana. Xo'p, imенно mana shu prompt bizga kerak. Ko'rishinglar mumkin, nima deb yozamiz? Men ham shunaqa video tayyorlamoqchiman. Menga yordam ber, to'liq analiz qilding. Xuddi shunaqa video ideya top va menga transkriptlarni yozib ber. Faqat men uzunroq video tayyorlamoqchiman. Menga birinchi yarmini yoz.
qisqa bo'lmasin. Keyin davom et deyman, yana yarmini yozasan. 2 soatlik bo'lishi kerak deb yozamiz. Qo'rqmaylik, 2 soatlik bo'lishi kerak deganimiz bilan bizga 2 soatlik transkriptni yozib bermaydi ChatGPT, sababi albatta kamchiliklar bo'ladi. Uzoq bo'lsa videomiz 30 minut yoki 20 minutlik videoga mos qilib transkriptlarni yozib beradi. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, jami so'zlar 15 minutda. Video strukturasi yana bir bor analiz qilib chiqadi, ya'ni video qanaqa holatda yozishini, transkriptlarni va bizga uje mana boshlab yozib berishi kerakman. Yozishni boshladi. Story part 1. Intro shadowing deyapti, ya'ni bu kirib kelish, videoni nima bilan boshlanishi, mana bu bitta transkript, mana bu part 1 deb qo'yibdi. Nima qilamiz? Mana shu joyda ChatGPT bizga xos to'liq yozib beradi. Kutib turamiz. Yozib bergandan keyin ChatGPT ga yozishimiz kerak. Barchasini bitta qilib yoz, ya'ni kopировать qilishga qulay qilib yoz deb qo'yamiz. Mana pastidan yozib turamiz ungacha. Barchasini qo'shib yoz. Nusxa olishga moslab. Mana shunaqa deb yozamiz hozir. Barchasini qo'shib yoz, nusxa olishga moslab dedim va mana bu yerdagi transkriptlarni hammasini bitta qilib yozib beradi, ya'ni part 1, part 2, part 3 ga ajratmasdan yozib beradi. Bu 2 soatlik videoni bitta katta bo'limi deyapti. Mana 60 minutlik mana shu deyapti va bizga mana tayyor qilib yozib beradi qo'shib. Mana shunaqa holatda yozib beradi. Yoki da xohlasak birinchisini o'zini ham skachet qilib olsak bo'ladi. Mana shunaqa holatda mana shu yerdan boshlab kopировать qilib olib yozib qo'ysak bo'ladi mana. Xo'p, bu yerdan biroz sekin-sekin tushamiz. Part 1dan boshlab mana shu joygacha edi mana. Birinchi qismi mana shu joygacha buni kopировать qilamiz. Kopировать qilganimizdan keyin Google AI Studio ga kiramiz. Google AI Studio ga kirib, ya'ni bu azvushkaga qilib beradigan sayt hisoblanadi. Tekstlarimiz ham. Google AI Studio ga kirasizlar, kirganingizdan keyin home bo'limida bo'ladi. Playground ga o'tasizlar. O'tganingizdan keyin bu yerdan audio bo'limini tanlab Gemini 2.5 Pro ni tanlaysizlar. Bu yerdan single speaker ga o'tkazamiz va mana shu tekst bo'limiga birinchi transkriptlarimizni yozamiz. Pastga bitta joy qoldiramiz va ikkinchi transkriptni ham ChatGPT dan olishimiz kerak. Davom et deb yozamiz. Davom et deb yozamiz. Bizga ikkinchi transkriptlarni ham yozib beradi to'liq. Materiallar yetadi demoqda, 60 minutga yetadi deyapti, lekin albatta bu 60 minutga bormaydi. O'shaning uchun ikki qism qilib olishimiz kerak biz. Mana bu yerda pause and repeat. Mana shu joyini, mana shu narsani belgilaymiz va don't add this word to transcript only write transcript deb yozamiz. Yozganimizdan keyin mana bitta pauza olib yozishimiz kerak. Men yozaman buni. Buni yozganimdan keyin, ya'ni mana shu so'zni orada qo'shyapti. Agar bu so'z qo'shilib ketadigan bo'lsa, albatta bizga Google AI Studio mana bu so'zlarni ham qo'shib o'qib berishi mumkin. Bu narsa esa biz uchun albatta ortiqcha hisoblanadi. Va ko'rishingiz mumkin, davomini ham mana shunaqa holatda yozib beryapti. Mana buni ham keyinchalik shunchaki kopировать qilasizda, mana bu yerdan Google AI Studio ga kirib davomidan tashlab yozasiz. Endi men birinchi qismini o'zini qilib qo'ya qolaman va yana bitta narsa bu yerdan voice deyapti, tanlashimiz kerak. Xo'p, bu yerdan ayol speaker topamiz. Ready to make something amazing? Masalan, mana bu va mana shuni tanlaganimizdan keyin yozamiz. Okay. Read level B1 deb qo'yamiz. Ya'ni B1 darajada o'qi deymiz. Va buni rank til tugmachasini bosamiz. Endi to'g'ri grammatik jihatdan to'g'ri yozmagan bo'lsak ham o'shanga yaqin yozdik. Bu esa bizga to'liq tayyorlab turadi. Keyingi qiladigan ishimiz albatta montaj jarayoni. Bizga kerak bo'ladigan bitta detal bor, green screen. Bu ham Sound Waves Green Screen Black deb yozamiz. Shunchaki YouTube ga kirasiz, Sound Waves Green Screen Black deb yozasiz. Mana shu so'zlarni yozganingizdan keyin green screenlar chiqib keladi. Mana shunaqa holatda bizda.
Ya'ni pastda turibdi-yu videomiz. O'shanga kirasiz, silkasini kopirovat qilasiz, xohlasangiz qanaqadir YouTubedan videoni skachat qilib beradigan Telegram botga tashlaysiz, xohlasangiz Chromedan yozasiz, ya'ni YouTube downloader video deb yozsanglar chiqib keladi sayt, o'shanga linkini yuborsanglar skachat qilib beradi. Keyin CapCutga kiramiz. CapCutga kirganimizdan keyin, xo'p, bu yerda boshlaymiz. Biblioteka bo'limi bor, o'shanga o'tamiz. Biblioteka bo'limiga o'tganingizdan keyin oq fon bor bizda. Mana shu oq fonni tashlaymiz. Tashlaganimizdan keyin buni cho'zib olamiz. Ya'ni где-то bir 5 minutlar atrofida men buni kichraytiramizda cho'zamiz. Shunda tezroq bo'ladi. Где-то 5 minutcha cho'zib olamiz buni va bu yerga qaytamiz oxirgi. Boshiga qaytganimizdan keyin bizda ko'rgan bo'lsangiz sveti boshqacharoq. Ya'ni videoda biz ko'rgan videoda mana bunaqaroq. Maloshniy svetroq. Bu yerdan nima qilamiz? O'sha oq fonimizni belgilaymiz va bu yerdan CapCutda korrektirovat bo'limi bor. O'shanga bosamizda ranglarni to'g'rilab chiqamiz. Mana buni sariqqa olib boramiz biroz. Va mana buni rangini o'ldiramiz. Mana shunaqa holatda qo'yib qo'ysak yetadi. Va biroz yorqinlikni tushiramiz. Mana shunaqa mallaroq holatda chiqarib beradi. Bo'ldi bizga tayyor fonimiz. Keyingi qiladigan ishimiz albatta bizga kerak bo'ladi avatarkamiz. Kanalimizning avatarkasi bizga juda ham muhim mana. Именно mana shu yerda menga yoqqani. Buni skachat qilib olaman. Xo'p. Xo'p, bu yerdan сохранить kartinka qilamiz-da, загрузка bo'limiga skachat qilib qo'yaman buni. Skachat qilganimdan keyin CapCutga qaytib kirib, media bo'limidan important qilib, adashmasam shunaqa o'qiladi. Xo'p, загрузка bo'limida o'sha avatarkamni tashlayman bu yerga. Tashlaganimdan keyin buni tepaga qo'yib qo'yamiz mana. Tashladikmi? To'g'rilab olamiz. Ya'ni nastroykalari. Video bo'limiga o'tamiz. Avatarkani belgilagan holatda maska bo'limini tanlaymiz bu yerdan va добавить maska qilib krugovoyni belgilaymiz. Va mana shu yerdan buni razmerini to'g'rilab olamiz aylana qilib. Va buni основной bo'limiga qaytamizda endi kichraytirib qo'yamiz mana shu joyga. Именно mana shu bo'limga kichraytirib qo'yamiz. Bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas bu yerda. Xo'p, bu yerdan endi buni oxirigacha olib borib qo'yamiz. Videoni oxiriga surib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Sizlar oxiriga surib qo'yasizlar mana shunaqa holatda. Va endi qaytamiz. Boshiga qaytamiz. Qaytganimizdan keyin ungacha bizga albatta transkriptlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Keyingi ishni qilishimiz uchun bizga transkript kerak. Ya'ni bu Google AI Studio tayyorlab berish kerak. Mana bu yerda tayyorlab bermoqda hali. Ungacha biz mana bu green screenni qo'shamiz. Mana shu yerga ustiga tashlaymiz. Bu 1 minutlik o'shani qanaqa qilib to'g'rilaymiz sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, birinchi bo'lib yashil fonni yo'qotamiz. Buning uchun udalить fon bo'limini tanlab chroma keyga bosamiz va mana shu yerdan yashil fonni belgilasak bizga yashil fon yo'qoladi. Mana bizga уже oзвучкani tayyorlab beribdi. Buni ham skachat qilib qo'yamiz. Va biz davom etamiz montaj jarayonida. Ko'rsanglar yashil fonlar qolgan, o'shani yo'qotish uchun mana bu intensivniyni oshiramiz. Intensivnost bo'lsa kerak, mana shuni oshiramizda pastroqga tushiramiz. O'rtaga pastroqga tushirib, именно mana shu joyga qo'yib qo'yamiz mana. Qo'ydikmi? Endi nima qilamiz? Mana shu joyda buni kopirovat qilishimiz kerak. Ctrl S qilamiz, kompyuter bo'ladigan bo'lsa, sizlarda telefon bo'ladigan bo'lsa, ustiga bossangizlar, telefonning pastida CapCutda duplicate degan yozuv bo'ladi. O'shani bossanglar, sizlarga to'liq kopirovat qilib beradi. Va buni kompyuterda biz kopirovat qildikmi, endi yonidan Ctrl V qilib tashlaymiz. Videoni oxirigacha tashlab boramiz mana. Bu yerdan ham tashlaymiz. Mana bu yerdan ham tashlashimiz kerak. Va endi videoni boshiga qaytamiz. Xo'p, videoni bosh qismiga qaytdik va mana shu yerdan endi oзвучкamizni tashlaymiz. Oзвучкani bizga Google AI Studio tayyorlab berdi. Endi mana shuni tashlayman mana. Xo'p, tashlaganimdan keyin mana bu yerga qo'yamiz. Xo'p. Mana shunaqa holatda oзвучкamiz turadi va buni endi bizga tekst kerak bo'ladi oзвучкani mana. Xo'p, mana shunaqa holatda o'qigan, oddiygina slow versiyada va keyingi qiladigan ishimiz o'sha oзвучкani ustiga bosgan holatda tekst bo'limiga o'tamiz. Tekst bo'limiga o'tdikmi, avtomatik subtitr bor. Mana shuni bosamiz. Удаление tekst subtitr bor. O'shani tanlab sozdat tugmachasini bosamiz. Va bizga mana shu oзвучкamizni tekst tayyorlab beradi. Tayyor qilib tekst yozib beradi. O'shani biz qo'ysak bo'lgani. Xo'p, videoni qirqib turdim, sabab bizda 2 minutcha cho'zildi. Transkriptlarni tekstga aylantirib berishim mana shunaqa holatda bo'ladi sizlarda mana.
Ko'rishingiz mumkin, mana shunaqa holatda yozib berdi. Endi nima qilamiz? Buni moslab olishimiz kerak. Shunchaki tekst ustiga bosib, o'rtaga qo'yib olamiz. Mana shu o'rtangi bo'limga qo'yamiz va bunga o'zimiz xohlasak shrift tanlaymiz, xohlasak shablonlar ham bor, tayyor shablon. Xo'p, mana bu yerdan tayyor shablon bo'limiga o'tamiz. Bunda mana shunaqa holatda tayyorlab beradi yokida mana bu bor. Yokida buni o'chirib, shunchaki mana buni shablonni o'chirgan holatda o'zimiz qilsak ham bo'ladi. Asosiy bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerdan shrift tanlaymiz. Xo'p, bu yerdan masalan bizga qanaqa shriftlar bor? Juda ham ko'p shrift bor. Xo'p, masalan bitta shriftni tanlaylik. Sizlarga maslahatim, bitta shriftni o'sha shriftda ketishingiz kerak. Hop, mana buni belgiladik misol tariqasida va buni rangini qoraytiramiz. Qop-qora qildim va tenini o'chirib qo'yamiz. Adashmasam bizda yoniq edi. Hop, smash o'chiramiz. Biz baribir shablon tanlar ekanmiz, mana. Mana bu shablonni o'chirib qo'ydim. Endi o'chdi bizda. Endi asosiy nastroyga qilamiz. Xo'p. Ya'ni qaytadan qilamiz. Xo'p, bu yerda mana bu font bizga ma'qul. Xo'p, mana buni belgilaymiz va bu yerdan nima qilamiz? Rangini to'g'rilab olamiz. Qora font, ya'ni qora rangda bo'lishi kerak shriftimiz. Mana shunaqa holatda qora rang qildik va xo'p, bizda smash hamma yoq tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda video tayyor. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda transkriptlar bor, videoni oxirigacha tayyor bo'lgan, hammasi yozilgan, mana shunaqa tayyor holatda bo'ldi. Videoni mana shunaqa holatda YouTube'ga yuklasak bo'lgani. Videoga nom topish, opisiya yozish, hammasini ChatGPT bilan tahlil qilgan holatda yozasiz. Shunchaki oxirigacha yozasizlar, shu videoga mos nom, opisiyani tek topib ber desanglar, o'zi sizlarga yozib beradi. Va buni avatarkasiga keladigan bo'lsak, albatta avatarkani ham ChatGPTga tushuntiradigan bo'lsanglar, ya'ni mana shunaqa yo'nalishimga mos bo'lgan banner yasab ber, preview yasab ber desanglar, ya'ni videoni betidagi obloshkani aytmoqdaman mana. Videoni betida obloshka bor, har bitta videoni betida. Shu kanalni obloshkasiga mos bo'lgan obloshkani tayyorlab ber desanglar, все, ChatGPT tayyorlab beradi. Xuddi shu, agar sizlarga darslik ma'qul kelgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardim. Hammalarga rahmat. Telegram kanalimizga o'tish esingizdan chiqmasin.